Akıcan, gap qila bolam. Ketamda qanday qilamiz? Ko'zim yolg'iz qolgan men mishat qilaman. Jigitdek gap qildingiz bolam. Hech qanday jafosi yo'q. Mishat qolsin. Ha, to'sin mishada. Sizni bek avar qilyapti. Yo'q, faqat avar olmaymiz bolam. Ma erkince tuxum yemi de bekçide kütüp vardı. Tuxumlar o'z peshkishda berib tuslar. Va. Kasli oltaslar? Bol oltama abali 5 yig'lab kutib bordi. Voy bir kasli bir 5 minut otaslar ya Allah. Nimanda aldırashdi bu qiz bola. Gazete saatamla. Ha. Ufka bu Erkincanning xatmisini qilgani xeyli bo'ldi. Aytmadimi teha? Ya texa aqiyimgan bek aldirash emasmi shunga? Ha, siz bekaç keldi-da. Cho'nglarni beqiyotganlari yetmabdimi ularga? Aqiyimjanza biz aldirash deb qo'yapaylik, yasanchi xotni bilan ishlab pul tepib, yanchiqin tomlasin. Sizlar o'g'lining bolasini vaqsizlar. Nimancha yavasizlar? Shu ajamda men kelin bo'lgandikin. Voy. Kelin bo'lsa nim bo'pti ukam, ha? Kelin bo'lsa nim bo'pti? Kelin degan g'alchilik tug'ilibdi ekanmi? Unda nima desa adab ta'sirlari, gejgillarga minadi axir. Bir umr ishdan qutulmay o'tidimi shundoq. Qarslar chiroylarning sag'irib ketganini. Aja, ems qanday qilma? Qanday qildilar? Sizlar odam bo'lgandikin, yeyla, ishchilar, kiyla. Da yerib charchaganda birdam yerimdam yetib aramalalar. Ma joniga o'zlarining ish og'rimsa, ukam haqsizlik ko'ynamdi. Ma jon degan kunda chechaklaydi juma Ro'shangul. Aja men chiqay. Ha, voy, tuxumdan chiqib beray, deb bo'lib ketdi. Yetemde ya Fka? Yedi aja. 70 bacıma? Ya bo'ldi, rahmat. Ay Ro'shangul, ras. Men sizni o'zimning singlisdek ko'rib, ko'yinib dedim, bayaqdan gapdan chiqib deb yuribsizmi? Voy, aja. Xo'p bo'lamizlar. Chiqamma? Ha, chiqma, uzatma. Ma'qul. Ro'shangul. Ana, o kirni sen jüvetipsen ko. Ha, alıp kaptıken balam jüvte dedim. Ro'shangulchu? Yili battı. Ne çıkıp ketdik ki?
Ey, nega adam? Ha? Qo'shnilarning uyiga kirib chiqqandi. Kunduz zalmidek nim bor sen o yerda? Qanday tugmaydigan gap bor? Ha? Ma onamning revmatizm kesililigini, qo'lini so'g'ib tutib bo'lmaydiganligini bilib turib. Ma yashangan odamning ishq sesini xijil olmadingmi ha? Qanday gap bor? Ana xapomisizmi? Voy hech qisi yo'q bolam, hech qisi yo'q. Bo'ldi qilay bolam. Endi shusin bo'ladi-ku. Ana, sen unda degan bilan o'tgandimi Erkinjon yolg'iz tashlab qo'yib chiqib ketdi. Gap qilmadim. Hozir sen kishini tashlab bersa, mushumi kelinni qilg'aychima? Ha? Bolam, bo'ldi qil deyman. Endi shusin bo'ladi-ku. Menga ishingga menga. Bir qo'yma bir joyini. Javob tegina. Rahmat bolam. Ha, ana, sen ala. Bolam, bizdan yegina. Ala. Rahmat. Mulazim, niye rampezin yanı birine? Ulan Kaysarcan. O. Ele kayımca akan kese şek billi kirimse. Ha? Daram tügep koptu bana. Akağım bek aldıraş. Sen ağa çıksan bu tüke. Ma'qul da. Qiyimcha kamilliq boshini deb keldi ha? Ha? Nim bo'ldi acha? Birek borapti. Ha, yo'q, da so'rab baqdim. Chay istadi da. Rahmet. Ana. Yakından yaktı. Rüşengil'in yürüyüş-turuşları güzel başqacharoq görünmedi. Bu o'zgarib ketayotgandek, burunqi o'xshamayotgandek bilmadi ama. Sen sezdingmi? Nima desam bo'lar bolam? Men sezdim. Xuddi bir narsani bizni yo'shirayotgandek qiladi-ku bolam. Gumon iymonni qochiribdi deb bir turib gumonlanmasak ulamdikin deb o'ylayaptim. Rushengo belan qiz. Bir mezgil qarab baqsaq ulamdiki. Odam degan xamsit o'ngan ana. Azmaydi degan olmaydi. Ko'proq ko'z quloq bo'lib qo'yasiz. İşinden bu kütüp bakışını kaptım emesini. Oymuş yakın diye bek untuğa kulap kütüp vermeyeceğim o. Bir gün barayım hem sen. Ha makul ha. Hazır da baray. Ha makul. Ana. Azırak şimdi çıkıp kalgan tez sırq çıkıp girsem oldu ki. Neymişti bolam? Şulay deb qoldi. Tomoqni etib yutib ondan basla. Ciddi işti ana kiyin deb biray.
Birden ülkep buldum ben. Ma'qul endi. Basla. Sen beni bilmeydi demse? Ha? Ben seni küstüvatlı bir aydın açtı. Ya öğren işi tuzak kılmaysa. Emmişin anamı taşlap bir vatsa. Tılpında alınıp işkimlerden mehbi kusurlutsa. Senin gönlün ma öyle emez. Sen yoldan çıktın. Sen yoldan çıktın. Ma sende kutunun kerigi yok. Sen kütemde yokla ya. Kütük bağlı çokuştup anamlıkta ketem oldu. Ana. Seni beni hata düşündüm. Kallah ben yoldan çıkmadım. Ya namussuz. Kırnaklı kıkkı yap. Ben yoldan çıkmadım deysin ha. Hem kız talak sokunda poklam sana. Kimine girişten. Gel buraya. Benim boyumdu battı. Ha? Neyim dedi ha? Boyundu var mı? O eğra yapmasın. Aşk aylam oldu. Oy, rast gap qilib o'tamsa? Neymiş qizlik burroq demaysan? Deyishdan xajil bo'ldim. Uni ustiga o'tgan yil bo'yimda qolganda ko'zdiga balam chiqib ketgan emasman. Shunga bola sal cho'ngroq bo'lganda debdim. Hamil normal yetiyotibdi. Lekin sizda qand kamchil, shuning uchun beshingiz qaydi ekan. Quvvatligarak yeng. Qaralik tekshirib turishni unutmang. Ma'qul. Qasimjon sizlar ayollarga bakrak ko'ngil bo'lsizlar. Eg'ir ishlarni qilmasin. Bo'lmasa bo'ydan ajrab ketish mumkin. Ma'qul. Mana. Hürmetlik aziz mehmonlar. O'xshagan bo'lib keldi. Dadam qara. Ha. Allah'ım o'xshadi lekin bu pola. Voy. Tilini qusutliq qaradi. Ha, qani. Hürmetlik azizlarim. Qani, men aytgan o'xshagan polaga bir egizlik bakmaylimi? Ha? Qani. Dadam, ola. Rashangil qani? Asla. İlha. Qanda o'xshabdimi? Ulan, Ha? bu polonun tuzu ne? Ha? Unda emas. Qapsi bo'lar. Rost siz unutib qolibdingiz. Astagfirullah. Şunu deymengo aka poatma deb. Yelimi Qasimjonning o'shinchalik tomoq etib berganing ko'p rahmat. Yomon bo'lsiz bir etib bergan fikrim. Ma'qul aka, ma'qul. Qarang, yombes bekina taxi. Xotin, qiymakam keldi. Xo'pa, mashinaning o'tini o'chishdan burun qachchi chiqib kel. O'ychan bo'lsanglik qilmaslar. Sizlar limlarni ichyotsizlar aka. Davtayma. O'sha qisatdim. Amiz davatdimi? Yine dinle. Qasimjon Sen kimsan? Ma ayollar homildorlik mezgilida sezik deydigan bir ish bor. Mana, mening bu umma xotinim Ro'shangul mashinaning keyindan chiqqan isqi sezib qopti.
Şuna yolda maşin direktörü ölse cüglep çıkıp ketken şu işke ana. Sen aç kirgen! Maydı Ayşe. Hemen dinleyeceğim abi. Assalamu alaikum. Hey brother. Yani. Ha Rost. Abdullah bu kaçka kilo şirin kettin. Hazır. Bizden yüzümüzü menzil tallattı. Yok geldi kıldı kendisine. Bu kımavazı benden soranlar benden. Nasıl kadar sorayım ha? Vakti kırmaz uzak o. Adı tanık kımavaz olup gitti. Yaptırmanlar akıl kasanı vurup gittik. Çok gelmeden abi. Bakıranlar. Masayla it oynap, şu tüven düşse tavka oynap, apsızdıgını kırvetü deyim mazram hava. Kudur Kudayım. Nasıl desem bak o? Mahpul degen üstüvelep, bu çet elde çoğun devletlerden Ankara, Panama, Teknikoni, yerde tanıştırıp bak. Şima? Aşağı fikirmablar. Yalğanlan gepen. Zikin ki ağzı tutulup gelip, saksı sulap gelip de fikirmablar. Ha? Sulap gelip de. Azap türbüdeyken. Muhtaram, siz Abdurrahman'ımızı tanıyorsunuz? Ha, tanıyamaz ki. Qanday tanıyorsunuz? Bu dağlı kımavaz var, tanıyor onu. Bu Abdurrahman'ımızın qima oynaganda siz nima ko'rdingiz? Oy, şu meyalda oynap ketken. Voy, bu odam xizmat bilan shunda aldirashtirsin. Nima qima o'ynaydi o? Ya, siz uqmaydi ekansiz. Men sizga desam bak o, bu shashini dağlı kımavaz var, çandallab pulni ko'tarib, Abdurrahman biz turpini uzdi ekan. Abdurrahman biz aylanib lap dedi keldi ekan. Kelib yarim soatda oynasdan pulni tutib, chiqtirib bütün bu yoqlab pulni ko'tarib lap dedi ekan. Qima o'ynadi. Ha? Nima gap bor? Men qara. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bagasizlar. Baba. Qachon chiqdingiz? Ha? Hemen bir 10 kunda qo'l chiqdilar. Qanda? 10 kun bo'pti chiqdi, 10 kun bo'pti. Nima chiqdi so'rabdinglar? Saqchi turish yo'qachqa, yo'limiz yo'qachqa chiqibsiz-da, ha? Nima deysiz? Yo'q, sizlar qimo o'ynab tutilib qilib, sullab qolibdi deb anglagan. Ya Allah. Bu nereden anlaydıgan sizler müşketini yiken got ketdi desiz, yaken got ketdi deb angladı ekansizlar. Ben öyden çıkarım ya film işlerim deb 10 kun bo'ldi. Bu nereden topilgansizlar müşter gapini? Fukam ayılıp aldın mı? Mağıl bir kin paranlaşılar. Fukam, mağıl mı? Qarasaka yatakni sotamayman qalsan 8560 yatak tutdi. Ha, sultan o'rlashibdi. Ha, ma'qul. Ma'qul biz ko'rishamiz. Ma'qul qo'tiramiz. Ma'qul. Gapning hammasi mishada ishtab ekan. Sultan 8560. Mana. Yana siz go. Yine mi? Oy. Kirin. Oy, to'g'ri tepdimi? Akan söylemedim. Ma'qul, ma'qul. Qanday ahvolingiz? Ha, tutdingizmi? Ma'qul chiqib qolibdimi? Bilan o'xshagansiz-a? Bu nima ona ko'tarib ketibsiz-a? Bu ona. Onaning bu ochiq ona. Yurak paydo qiladi. Tatli ona. Yurak paydo qiladi. Demak, hammasi yurak paydo qiladi. Üzerinden begini anları. Siz ne eğiz teksin demek geldi. Rahmet. Ben çıkıp geçiptim. Ben bir tallı konumuzda... Ya. Arkadaşlar konumuz gelip de atar erkeğen dikin. Öydeki ballı ya. Dost biraderik dersiniz bunu da. O şey gelmeydi. Kereklik malının ehli yok tepki gelmez mi? Bayatı ras. Sen kışılıp kaldın. Qamlaşmagan gapdan deb qo'yap. Ha, hech qisi yo'q. Qapolmagan siz-a? U menda bizning tomoshabinlarimizning bizni ko'ngil bo'lgani. Andamı demem chiqib qapolmoqchiman. Men nima qil. Endi siz bilasiz, o'sha biz bekachliqda shunda o'tirib, uni buni deb ko'nglimizni xo'sh qilgan. Qo'yimiz ochchi. Shu sizni xapib qoldi deb yo'qlab keldi. Unchalik gap so'zlagan bo'lib turdi. Endi yana bir gap. Siz nima ishga kelib qoldingiz?
Yaqında bizim idaranınki Qashqar ishlaydigan bir film bordi. Shuning oldin tayyorlik xizmatlarini qilgach, endi manzil ko'rgan. Voy. Ma dal tepdim emasmi? Oshkasning ahlik mana men. Ha? Siz bir san'at o'qib ishlamsiz? Yo'q. Ishlamagan bilan talant degan to'kilib turdi. Hammamiz qo'limdan keladi. Shundami? Ha. Sizga endi bo'yingizmi egiz, qo'sqizmi keng odam meni kechirib aytgan ekan. Ammo sizga yarab qolaman. Men sizga desam, endi to'g'rimi xatomi uqmayman, mush kallamda bir ish bor. Nima ish? Mush san'atchilarga nisbatan. Manda gap qarang. Mush menmi ancha-muncha kart o'ynab bo'lgandan keyin uyda televizor ko'raman-da. Siz odatda shu kart o'ynashdan, televizor ko'rishdan boshqa ishingiz yo'qmi? Endi siz uqmaysiz qarang. Biz mush ota-bobomizni cho'ng o'tgan. Funksionerlar biz. Boy o'tgan. Endi shu ko'rib qoldik emas. Emgaklar xo'sham yo'q taza. Taza chiqishmayman. Mana shu uyan tomoshalar bo'lsa, men shuning bilan to'lgan odam. Endi gapga kelsak, mush televizorda qarshi kuni bir naqsha olib qoldim men. Hali bir naqsha bor. Shamol chiqsa, lingshiydi, sarma yo'lda terak deydi. Bu qanday gap bu ekan? Ha? Siz qanday gapdi bu? Ash yozuvchi ash o'ylamagandimi deyman, ha? Bu shamol chiqsa, sarmada o'ldik terak lingshib, boshqa jil turamdi. Uni yozgan odam shamol chiqsa, lingshiydi, yo'g'on shoxlagan terak deb yozmamdi menda. Eveli qilib, ha? Terak qilib. To'g'ri. Degan televizorni ochsam, nashti qilib bo'liblar. Birisi shundoq chiqqan, shu taqalabdi. To'pini qirlab kiyibdi. Kastumni kiyibchi. Mardona turib, senmi aytgan dadimda, menmi aytay dadimda. Shuni naqsh oldim aka. Dedi va adam o'sha klasda qapishib turib, shundoq o'qimdi. Uni tekstiga moslashtirib o'qimamdi. Uni mandan qo'ymiz ekan. Senmi aytgan dadini voy, menmi aytay dadimni. Bishmalda cho'ng bo'lib voy jepinatdan qanangni voy bala. Manda o'qimamdi, tekstiga cho'kib turib deyman, ha? Rasra siz quloqqa cho'kib ekansiz. To'g'rimi xato meni degan? To'g'ri gap. Undan o'z bizga tegmaydi-da u. Amaliyatchan bo'lish kerak-da naqshi degan. To'g'ri. Elaqay, yana bir naqshim bor. Elaqay, nima edi? Esimda bordi. Siz kulibdim. Esimda Esingiz kelganda unutib qo'ydim. Manda bo'lsin. Siz naqd baland gapsiz. Men mush kech kunduz sizdan bir ko'rishishni orzu qilib kelayotgan odam. Rahmat. Talant degan men bor dedim-ku, bor. Shunga mush kino qatnashtiramsiz. Meni yoki sahnaga chiqib iftop o'ynatamsiz. Meni bir tarbiyalab olmamsiz. Siz kuch yetmaydi. Siz ana deb bersangiz, qolgan talatdan hammasi menda bor. Qanda? Siz bir san'at maktablarini bitirganmi yo? San'at maktabini? To'y qildi xudoy. U san'at deganga eg'iz ravan chiroymanda qatnashgan bo'lsa bo'lardi-ku. Ashunda o'qimda. Men qarang, bu san'at kasbi deganmi, boshqa kasbga o'xshash bir fan. Fan? Buni xohlagan odam men chiqibman, men artist bo'laman deb chiqqan olmaydi. Onunsi bununda sizni tuxum bir qobiliyat bo'lish kerak, o'zingizning qiziqishi bo'lish kerak. Undan keyin sizniki madaniyat saviyangiz, shunga loyiq safoyingiz bo'lish kerak. Ya saviya bilan qiziqishda gap yo'q. Saviya desangiz men sizga dedim-ku, biz noat saviyilik adamning bir vaqtlari. Siz nima sinib cho'qqa? Menma maktab bilan xo'sham. Sizingizni mezamaysiz-da? Diyelaymi zamoq bilan? Ya, yaxshi qildi ekansiz. Men qarang, hozir men qaysaman men bu. Siz men tunudingiz-a? Bana bir qarang. Men kimga o'xshayman? Astag'firullah, o'zingizga o'xshaysiz siz. Astag'firullah. Bu sizni hali ko'zli ruh adam desam, tuzlik bir qarang. Balkim ya dadangizning bolasiga o'xshaysiz, ya bo'lmasa akangizning eringiz o'xshaysiz. Astag'firullah. Voy. Siz o'zingizning odamlarni ko'z oldingizga keltirib turib, to'liq bir qarang mana. Kimga o'xshayman? Ko'zingizga birisiga o'xshaysiz, lekin o'zingiz o'xshamaysiz-ku. Nega keldingiz? Endi bir o'xshaydimi? O'zingizni bir demak kimga o'xshaysiz? Allah! Voy, nim bo'lib ketdingiz deyman. Men laqsizlar bilan billa sen itot o'ynaydigan yalqon qurban o'xshayman. Bizlar yalqonmi? Ha? Bu jamiyatning hammasi u yerga bo'lib borsam, voy,
Siz yalqın kurban mı ya? Akşam deb qoladi qarang. Oshnaga bek o'xshaydi ekanman. Shunlashqa meni siz tarbiyalab oling. Siz yalqın kurban o'xshaganligini uchun men siz tarbiyalab olaman-da. Nimishqa? Mushu chet eldagi mushu nurg'un arboblarga o'xshaydiganlardan foydalanadi ekanmi? Shuni chiqarib ketib qolsa, o'rniga oshdan chiqildi ekan. Masalan deylik, masalan, ay yalqın kurbanmi? Sen shashitim ekan. Alamadız. Tasaddibi, ha? Endi shu mag'azlar qilmay. Tasaddibi. Endi oshi bolaga bir ishkim qalsa. Yoki qatnash hodisa deymiz. Manda shu mag'azlar qilmay. Va yoki kirab qolib yo'liqib ketib, peshtaxtim dublab ketdi, tutsunib ketdi deylik. Ashunda bir ishlar bo'lib qolsa, siz yolg'iz qolasiz. O'shani qanday qilasiz? Men qarang bir sizlarning bu og'zingizda bir uzun umr ko'rsin deydiganda gap yo'qmi? Voy, ha? Men kuyunyapman-ku, ha? Yo'q, ko'ynayotganingizni bilyapman qarang. Bu o'zimizning odamlarimizni amal va bizning qo'limizga kelishicha bir ko'tarilib, rag'batlantirilib, uni aldirib o'ttirib o'tmayli. Kim bir natija qilsin, bo'lishini o'tirib nima qilamiz deyman. Ya, u shunda gap. Endi men ko'ngilda bola qazo ko'rinib kelmas, tutqonni sangitib degan gap bor-ku. Endi oshi bolaga bir ish bo'lib qolsa, sizni seni chiqarmay qolamiki deb shu siz uchun boshqa turyapman. Shuni o'rniga siz tarbiyalab olaman. Men tarbiyalab olsangiz, mana men birli itotni o'ynayman. Naqsh desangiz naqsh, usul desangiz usul. Sen uchiqirdim. Sendan o'chiqirdim, siz bir haqtim seniga chiqib baqqanmi? Ha? Yerlik seniga chiqqanman. Yerlik? Ha? Masalan, shu o'zimizdan ma'rifki to'y to'kinning sanlari bor-ku. Mendan oshmaydi deyman. Bu qarang, bu ikkisi ishga emaslar. Siz bu to'y to'kinning sanasini o'chiqirdim degan bilan siz haqiqiy bizning sanliga chiqib, boshdan boshqa bir o'tapaqishni o'ylashdingizmi? O'tapaqishni? Ha? Voy nurga irqib o'tgan biz, sen o'tamanmi-da? O'xshamaydi. Bayam deb ketdingiz qarang. Bu san'at qiziqdim deb chiqadigan narsa emas. Bu hammasi xuddi bizning boshqa fanlarga o'xshash bu bir mukammallashgan bir fan. Uningsiz sizni cho'qim bayanman degandek to'liq bir qobiliyat, qiziqish, unda siz qiningiz bo'lish kerak. Anda siz shu o'jar bo'lish kerak. Anda siz oldi bilan boshqa kasbga o'xshamaydigan yeri bu siz oldi bilan kasbdan imtihon bersiz. Uningdan keyin sizniki madaniyat saviyangiz, ham o'qigan maktabingiz, hatto siz bu oliy maktabga imtihon berib uningdan keyin o'tasiz. Men qiziqdim deb hammadan chiqib olsa, vaqtida bu san'atkorlarning nima ahamiyat qoladi? İmtihan berib? To'xta. Men sizga imtihon berib bersam ishlamay ekansiz. Ya men sizdan imtihon oladimidim? Imtihon beray. Ya sizda usul demisiz, naqshmi? Ha, yoki itoti, nima itot demisiz? Men ko'rsatib. Ya onunga men tushundim. Bu yerdan ovozingiz tushlar yaxshi ekan. Bu siz uchun gap ketmaydi ekan. Lekin men bu yerdan da'vat qildim, qarang. Siz mukammal o'zingizni har xil jihatdan, kasbiy jihatdan, har xil deganimiz har xil o'ylab turamiz. Ya bo'ldir. To'xta. Ko'rsatib ishimay ekansiz. Bir naqshni qilasizmi-da? Ama humo qara naqsha. Nega tuzdim sizga? Masalan, jahon renadır içinde Sinindek bir güzel yer yok. Hadi, bulam gel. Pek yaxshi. Ama muş naqsha teksti bu xata. Bu jahon renaları içinde Sinindek bir güzel yer. Oy, bu jahonda adam birli güzel var mı? O'zini shaxsiy ko'z qarashi bor. Men boshqa tanidi uni, ha? Bu dunyoda nurg'un isl go'zallar bor emasmi? Bu balkim qarang shumush naqshning tekstini yozgan odamningki o'zining shaxsiy ko'z qarashidir, balkim o'zining bir hissiyoti ifodalashidir. Shu shaxsiy ko'z qarashini nimishqa bizga tanidi deyman, ha? O'z bolam yo'qmi? Yo'q, bu yerda mening Urumchida bor, ha? Urumchida bor. Adresini bir deb bersangiz, borsam cho'qim yo'qlayman. Abalam intam yetib qas apirmanchi maktabga. Shu vaqtda bir siz yo'qlab turishni qo'yay. Nerede? Aş bizning idorada. Sizning idora nerede? Bizning mahallining yenda. Hut. Telefonni elib nemişdi deysiz-ku? Salam saat yo'qmi? Bugun qanday kun bildigansiz? Bugun qanday kunligini men nereden bey? Ya men bir molla tapqa qo'ymasa. Hashim akangizni shuncha tez unutib ketdingizmi? Bugunchi Hashim akangizning qaytib chiqadigan kuni. Naq 20 kun to'shi. Jim turinglar. Bir odamni urib o'tirib qo'ygan tasqaga odamni oldiga siz salom qo'ramsizlar. Sizda vijdon degan narsa bormi, yo'qmi? To'g'ri. Sodiq degan chuprandi bu oldirmay tursin. Uning adibini bir bermaydigan bo'lsam, Hashim mo'ba ketay. Azizane diyor